Assalomu alaykum do'stlar. Biz bugungi videoda joyimiz daraxt chopib, tosh tovlab, temir topib joyimiz. Bugun biz oddiy Minecraftni o'ynaymiz. Unaqa adventure, sehrli Minecraftlarni o'ynamaymiz. Hozir oddiy Minecraftda o'ynashni ko'rsatamiz. To'g'ri. Hozir biz tosh chopamiz. Toshni bilasizlar. Yana Minecraftda qanday artefaktlar bor? Artefakt meduzaning kallasi uni olib ajdarni toshdan topish mumkin. Ya'ni ajdarni endi darajani nazarda tutyapman. Agar uni biz toshdan aylantira olmaymiz, lekin aniq temir topamiz. Temir topish uchun biz cho'nga tushishimiz kerak. Cho'nda esa hozir men uni vestak tushirib olay. Tosh tovlaymiz. Tezash. Mana buni endi chopishni bajardik. Kiyib qancha qoldi. Kechikchani shunaqa ham bo'ladimi kim bolalar? Tushunmanta posta bo'ldi chetdi. Nima qilamiz? Nima qilyapman o'zim? Qo'ying shuyda bachni to'g'ri bach. Naqlanadi o'zi. Yetdi. Yüklerden gittim soğuğuna. Bunu çıksam bütün yavaş çıkın ben. Aşitten ya bu çanması ki. Çanacağız cevalı. Anne çan bulsun deliyken. Can diye söylemede çanacağız diye söyleme. Anne çan hem önüme bu ha. Kanka da hissiniz. Bet koyarken geçip bıraklar. Hozir shambol ishlaydi. Temir ham topishimiz kerak. Temir emas, salgi. Ana, ko'mir ya'ni. O ko'mirdan biz mash'ala yasaymiz. Mash'ala. Ana masala yasaldi. Vestak olamiz-da, suv ketadi. Hop, bitta joyga qo'yamiz, qoldi. Ko'mir topishimiz